Dilozorlarim, siz hech qachon qilgan ishingizdan uyalmang. Chunki bunday razillik hammaning ham qo'lidan kelavermaydi. Siz o'z ishining ustalarisiz. Qiladigan amallaringizni qoyilmaqom qilib me'yoriga yetkazib bajara olasiz. Kimningdir umriga, kimningdir baxtiga va yana kimlarnidir taqdiriga zomin bo'lganlar. Ishoning, hatto o'rmondagi yirtqich hayvonlar ham siz kabi bo'la olmasa kerak. Bugun zo'rsiz, baxtlisiz. Sizdan-da yaxshisi yo'q. Ertagachi. Ertaga bu qilgan qilmishlaringiz uchun sizni taqdirning qanday qismati kutmoqda deb o'ylaysiz? Oyning 15i yorug'u 15i qorong'udir. Axir Allohdan o'zgasi qaydan ham bilardi? Balki mening yorug' kunlarim kelganda sizning qorong'u kuningiz uzoq kutdim. Kelib bir bora uzr so'rashingizni uzoq kutdim. Endi kutmay ham qo'ydim. Mayli, siz shu tanlagan razil g'araz yo'lingizda davom etavering. Qarshiligim yo'q. To'sqinlik ham qilmayman hatto. Chunki barini qiyomatga qoldirdim. Barchangizga bergan ozorlaringiz uchun mingdan ming tashakkurlar aytaman.